Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Xudo xolosa kommentariyada bir ikki negativ fikrlarni bildirib o'tgan ekanlar. Sizlarning profillaringizda uchun qimmat deb arzon profil bilan qalin profilni farqini ko'rasizlar. Ko'rib turganlaringizdek bu arzon profil klientimiz sevgisi buzilgan ekan, remont uchun ikki vaqt bizda yo'q bunday profil. Ko'rib turganlaringizdek qalinligi bergan nisbatan yuqori. Telefondan sezilib turibdi denas yuqori. Keyin bu arzon klientdan keyin yubka. Bu qalin. Görünüşünden ham ma'lum. Bize eshikka ishlatadigan profilimiz bu bo'lan. Qalinligi 4 cm. Bu profil esa klientniki 2,5 cmlik profil. Ham oddiy kraskada bo'yalgan bu. Mayzi narsa qilsa yetadi yana kraska. Bizani kelsa yana konvertda nega batır kraska deyiladi. Bu gücüm bilan bosdim, lekin tendek kraskasi oqib chiqmadi. Nimani ko'rasizlar? Yine bir marta bosganimda chiqdi. Shuning uchun tanlovda adashmang. Narx hamma narsada arzoni va qimmati bor.